Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda sotuvimizga MX135 imiz yetib keldi. Holatlar ideal holatda 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlari hech qanday texnik ishlar yo'q. Ishga tayyor holatda turibdi. Ichki salon holatlari qata ko'rsatib obzor qilamiz mana. Tayyor holatda turibdi. Narxlarini 145 million deyapmiz. Kami bor, kelishiladi. Balon holatlari pachka. Orqa ko'rinish holatlari. Radnoy kraskasi turibdi o'zining holati. Orqa holatlari. Взбивая мокрый снег в зефир. Добрее и слаще Oldi передоклari ham ishlaydi. Пытаясь сделать хрупкий мир. Tiniq holatdagi texnikamiz. 82 bir bo'lsa ham olamiz. Naqd pul asosida sotib olamiz akalar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar.